Captiva'ning ishqibozlari sizlar uchun kraska tegmagan, texnik holatlar yaxshi bo'lgan, probegi ham jamnoqa ko'p bo'lmagan Captiva'ni sotuvga qo'ydik. Captiva 3 2015-yilda ishlab chiqarilgan, rangi toza oq, beli jemchuk emas, bosib o'tgan masofasi probegi 98 000 km. Crossoverimiz egasi yaqinda propan gaz o'rnatib qo'ygan ekan, texnik holatlariga ham qarab akkuratni haydalgan, qilinadigan ishlar, rasxodlar yo'q ekan mashinani. Balonlar deyarli yangi holatda, kuzovga keladigan bo'lsak, kraska umuman tegmagan, bemalol xohlagan ustunlarga tekshirtirib olishingiz mumkin. Qirilgan, sirilgan, pachoq bo'lgan joylari ham yo'q, tekis kuzov. Krugovoy tonirovkalar qilib qo'yilgan ekan. Salon qismiga keladigan bo'lsak, akkuratni, приятный salon, matviy holatda turibdi. Plastmassalari, sidenyalar cho'kib qolmagan, ko'jalar urinib qolmagan, rul holatlari ham yaxshi turibdi. Qirilib ketmagan, hidlanib qolmagan, akkuratni, приятный salon. Xullas, olib haydashga tayyor Captiva. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $12.500. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.